Assalomu alaykum. Ahli Sherobod. Mana bizda skidga boshlandi. Qiyma shashigimiz mol go'shtidan 16.000 so'm, sixi. Mana tuyur shashigimiz sixi qo'y go'shtidan bu 18.000 so'm. Yumshoq go'shtimiz 250.000 so'm. Cho'ponchamiz 155.000 so'mdan bo'lyapti mana aka. Tavchizimiz 60.000 so'm. Kelaversa mana ro'za tugaguncha nasib bu narsalar davom etadi. Adashmanglar. Mana ishlatilayotgan go'shtlarimiz. Qo'y go'shtlarimiz. Sifatga hammasi a'lo. Go'shtlar ko'p. Mana aka. Qavrg'alar ko'ryapsizmi? Cho'poncha ixlosmandlari. Mana bu yerda ham yana qo'yimiz bor. Menimcha go'sht hamma tushunib qoldi. O'zimizni mesni qo'yizlar. Diydorga. Ro'zaga bo'lsa, xalqqa bo'lsin. Ro'zani yaxshi o'tkazib olagin nasib. Ertadan 31-yanvardan boshlanadi. To ro'za tugaguncha. Diydorga kelaverasizlar.